Sağlamlıq və səhər turuş. Abdori Muhammad Yusuf. Allah Taala'nın iki qanunu bo'lib, biri shariat qanuni, yana biri tabiat qanunudur. Shariat qanuniga xiloflik qilguvchilar uning jazosini oxiratda tortadi. Ammo tabiat qanuniga xiloflik qilguvchilar uning jazosini mushu dunyoda tortadi. Allah Taala shariat qonunini insonlarning ikkili olamlik baxt saodati uchun nozil qilgan bo'lsa, tabiat qonunini ularning bu dunyoda baxtlik, huzur, halovatlik turmushga erishish uchun belgilagan. Masalan, kechida uxlab, kunduzi tirikchilik qilish Allah Taala bekitgan tabiat qonuni bo'lib, uningga rioya qilganlarning ishi g'albilik, teni salomat bo'ladi. Uningga xiloflik qilib, oqshimi bak kech uxlash yoki uxlamay kunduzi uxlaydiganlarning ishi g'albisiz, barakatsiz, sog'lomligi nacharlashishga qarab yo'l olganiga o'xshash. Uningdan boshqa sabab qilishmo Allah Taala belgilagan tabiat qonuniyatlardan bo'lib, sabab qilmasa hech qanday ish amalga oshmaydi. Hatto Allah Taala barliq jon egallarining rizqini o'zi berdiganligiga va'da qilgan bo'lsa-mu, shu rizqni tepib yeyish uchun sabab qilishga buyurgan. Shunga har qanday bir jonliq Allah Taala belgilagan rizqni tepib yeyish uchun sabab qiladi, tirishidi, uni izlaydi. Agar rizqni izlamasa, och qoladi. Oqshimi burun yetib sahar turish Allah Taala bekitgan tabiat qonuni bo'lib, Allah sizlarning orom elishinglar uchun sizlarga kechini, ya'ni qorong'u qilib bergan. Tirikchilik qilishinglar uchun kunduzni yo'riq qilib bergan zotdir degan oyat buningga ishorat qiladi. 2002-yili Amerikaning Arizona universiteti tarafidan Science Journal'da e'lon qilingan bir ilmiy tadqiqotda mundaq deyilgan. Qorong'uda uxlash tan sog'lig'i uchun nihoyatda foydalidir. Tadqiqotchilarning bildirishicha, badan qorong'uda melatonin deb ataladigan hormonni chiqardi ekan. Bu hormon ko'krak va ma'za bezi rakidan saqlash rolini o'ynaydi ekan. Tadqiqotlar yana melatonin degan hormonning rak hujayralarining o'sishining oldini olish xizmatini ishlaydiganligini, ammo yo'riqda bu xizmatni ishlay olmaydiganligini isbotlab chiqdi. Sog'lomlik va uning turlari. Sog'lomlikni badanning kasaldan saq bo'lishi deb tushunib olganda, sog'lomlik degan so'z o'z ichiga oladigan ma'nolar ifodalanmay qoladi va sog'lomlikni kichik bir ramkaga elib qo'ygan bo'lamiz. Chunki tibbiy mutaxassislarning ta'kidlashicha, sog'lomlik fikr, psixika, badan va ruh qatorliq 4 narsaning tangpungliq ichida bo'lgan holatidir. Bu 4 narsa bir-biriga bog'lanishlik bo'lib, fikriy sog'lomlik psixik sog'lomligidan ayrila olmaydi. Psixik sog'lomligi badan sog'lomligi bilan bog'lanishlikdir. Bularning hammasi ruhiy sog'lomlikdan ayrila olmaydi. Odamning barliq o'y-xayollari uning psixik holatidan mustasno emas. İnsanның psixika holati yaxshi turib, uning o'y-xayolining nachar bo'lishi mumkin emas. Ya'ni, sizning kallangizdagi fikr-xayolingiz ijobiy bo'lgan holatda, sizning psixikangizning buzuq bo'lishi mumkin emas. Ijobiy o'y-fikrlar badanga ta'sir qiladi va uni rohat his qilish, zehnning ochiqligi, harakatchanlik, ruhning suzukligi qatorliq har xil ijobiy holatlar bilan ifodalaydi. Mabodo badan salbiy o'y-fikrlarni qabul qilganida uni tushkunlik, g'ururlik, asti tutolmaslik, irodasizlik, har xil og'riq, semizlik qatorliq holatlar bilan ifodalaydi. Shu aniqki, kasallik bir ondala o'ttirg'a chiqmaydi.
u oy fikir va psixikadagi salbiyliklar sababli badanga asta-asta yuklanib, to'plangan ig'ir bir harg'unlikdan kelib chiqadigan holatdir. Biologiyalik soat va uning roli. Biologiyalik soat insonning ichki a'zolari orasidagi bioenergiyaning muntazam harakat qilib turishi deganlikdir. Biologiyalik soat insonning ichki a'zolaridan bo'lgan 12 a'zo orasida 24 soat davomida aylanib turadi. Bu jarayonda mazkur 12 a'zo orasidagi bioenergiya faoliyatini oshirdi va har 2 soatda mushu 12 a'zoning biri eng mukammal vazifa ado qilish saviyasiga yetadi. Her 12 soatdan keyin har bir a'zo faoliyatchanlikdan bo'shab, orom elish va keladigan 12 soatdan keyingi faoliyat uchun tayyorlanish davriga kirdi. Masalan, jigarning bioenergiya faoliyati kech soat 1 dan 3gacha bo'lgan oraliqda eng mukammal darajaga yetadi va zahar tozlashdan iborat vazifasini to'liq ado qilib bo'ladi. Uning faoliyati kunduzi soat 1 dan 3gacha bo'lgan oraliqda eng to'van darajada bo'ladi. Mazkur 12 a'zo o'pka, qilin uchay, oshqozon, tal, yurak, inchki uchay, do'soq, böğrek, ichki bazla, o't va jigar qatorliqlardir. Tibbiy mutaxassislarning aytishicha, har bir odamning badanida biologiyalik soat bor bo'lib, u badanning turli xizmatlarini radga soladi. Uyqumu mushning ichida. Akşam soat 11 dan kech soat 3gacha qon eqimining ko'p qismi jigarda bo'ladi. Jigar bu vaqtda qon bilan to'lganlikdan uning hajmi cho'ngayib ketadi. Mana bu vaqt intayin mo'yin bir vaqt bo'lib, jigar badandagi zaharni tozlaydi. Badanda bir kun ichida to'plangan zahar ashu 4 soatda tozlanadi. Ishning chataq yeri. Agar siz ashu 4 soat ichida uxlamagan bo'lsangiz, jigar zahar tozlash xizmatini ilib bora olmaydi. Chunki jigarning bu xizmatini o'tish uchun sizning uxlagan bo'lishingiz shart. Agar siz kech soat 11 da uxlasangiz, jigarning badandagi zaharni tozlashi uchun 4 soat ozod vaqt bor deganlik bo'lib, bu oraliqda zahar tal-to'kis tozlanib bo'ladi. Agar siz kech soat 12 da uxlasangiz, oldingizda 3 soat qolgan bo'ladi. Agar siz kech soat 1 da uxlasangiz, oldingizda 2 soat qolgan bo'ladi. Agar siz kech soat 2 da uxlasangiz, oldingizda faqat 1 soatlik qolgan bo'ladi. Agar siz kech soat 3 da uxlasangiz, badaningizdagi zaharni tozlashga hech qanday vaqt qolmagan bo'ladi. Agar siz hayotingizni mushundaq davomlashtirsangiz, badaningizdagi zahar to'planib mengayverdi, andan bir kuni tuyuqsizla sizga nima bo'ladiganligini bilasiz. Ammo o chaqda siz bak kechikib qolgan bo'lasiz. Bak kech uxlab va kechikib uyg'onishning ziyinini bilamsiz? Agar siz bak kech uxlasangiz, ertasi qancha ko'p uxlaganingiz bilanmi, harduqingizning chiqmaydiganligini va intayin harg'in va erinchaklik bilan ishga bordiganligingizni bilasiz. Bu nima uchun shundoq bo'ladi? Bu badaningizdagi zaharning tozlanmaganligidan bo'ladi. Chunki axshimi kech uxlash, saharda tura olmaslik inson salomatligi uchun intayin ziyonliq odatdir. Kech soat 3 dan 5gacha bo'lgan oraliqda qon eqimining ko'p qismi o'pkaga markazlashgan bo'ladi. O chaqda siz nima qilishingiz kerak? O chaqda siz saf havodan nafas olishingiz kerak. Bog'chidak, etizliqdak, havosi sap joylarda uzun nafas ilib, andin asta qo'yib bersangiz, to'limi yaxshi bo'ladi. Atdigan soat 5 dan 7gacha bo'lgan oraliqda qon eqimining ko'p qismi qilin uchayga to'plangan bo'ladi.
Bu chaqda qandaq qilish kerak? Bu chaqda taratxonaga berib, o'zingizni bo'shtib, badaningizni bir kun bo'yincha keraklik yemaklik bilan ta'minlashga hozirlanasiz. Әттеген saat 7-дан 9-gacha bo'lgan araliqda qon eqimining ko'p qismi oshqozonda bo'lgan bo'ladi. Bu chaqda qanday qilish kerak? Bu chaqda nashta qilasiz. Әттегенде nashta intayin mo'yin bo'lib, nashta qilmaslik yoki nashtani mushu soatdan kechiktirib qilish tan sog'lomligiga intayin ziyonliqdir. Bu ziyonni bir kun ichida eng esil va foydali g'izo bilanmi to'ldirib olg'ili bo'lmaydi. Nashta qilmaslik xatarlik kasalliklarga yo'l ochadi. Dehqonlarning yoki yezlarda yashaydiganlarning tan sog'liq jihatda shaharliklarga qaraganda har tarafdan yaxshi ekanligi ajablanarlik emas. Chunki ular oqshimi baldir uxlab, ertasi sahar turish orqali o'zlarining biologiyalik soatlariga rioya qiladi. Kichik vaqtimizda televizor, internet degan narsalar yo'q edi. Qatnash vositalari hozirgidek o'ng'ay emas edi. Kishilar umuman oqshimi burun yetib, ertasi sahar turadi. Shunga u zamonlarda kishilar qon besimi, diabet, rak degan kasalliklarni bilmaydi. Biz insonlar Allah Taala belgilayotgan tabiiy qonuniyatlarga xiloflik qilib, kechini kunduzga, kunduzni kechiga aylantirib oldik. Harakat orqali kuchlanib va yashirib turadigan badanimizni harakatsizlik bilan kasal qilib qo'ydik. Az yeb, ko'p harakat qilishning o'rniga jiq yeb, az harakat qiladigan bo'lib qoldik. Allah Taala yo'l mengish uchun yaratib bergan putlarimizni mengishdan mahrum qilib, o'rinlashtirib qo'ydik. Biz bu qilmishimizning jazosini har xil kasalliklarga giribdor bo'lish, ish kuchimizda barakatsizlik bilan tortyapmiz. 2020 yili 20 sentabr